Mavzudan uzoqlashmaymiz. Energetika tizimi rivojiga qaratilgan ulkan e'tibor va keng ko'lamli investitsiya jalb etilishi hisobiga aholining elektr energiyasiga bo'lgan talabini qondirish borasida katta qadamlar tashlanmoqda. Xususan, har bir hudud yoki tuman miqyosida kichik elektr stansiyalarning qurilayotgani tizimdagi uzilishlarning oldini olish va tarmoqning to'liq quvvatda ishlash imkonini bermoqda. Mavzuni muxbirimiz poytaxtimizning Yunusobod tumani misolida davom ettiradi. Avvallari Toshkent shahridagi issiqlik markazlari asosan eski turdagi uskunalarda ishlagan. Ular ko'p yoqilg'i sarflagan, energiya samaradorligi juda past bo'lgan. Ayrim hollarda esa aholini uzluksiz elektr yoki issiqlik bilan ta'minlashda muammolar kuzatilardi. Shuningdek, bunday stansiyalarda atrof muhitga chiqadigan chiqindilar zarari ham ko'proq bo'lgan. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan esa bu soha ham islohotlarga yuz tutdi. Ushbu Toshkentda qurilayotgan yangi zamonaviy gaz porshilli elektr stansiyasi bu sohadagi katta muhim qadam bo'ldi. Bir vaqtning o'zida issiqlik energiyasi hamda elektr energiyasi ishlab chiqaramiz. Elektr energiyasi ishlab chiqarish hisobiga issiqlik energiyasini tannarxi qariyb 2 baravarga kamayishiga, ya'ni bu qo'shimcha qiymat. Bu loyiha unikal hisoblanadi, sababi bunaqa yirik quvvatlisi hali O'zbekistonda ishga tushirilmagan. Alohida yoki faqat elektrga yoki faqat issiqlikka mo'ljallangan loyihalar amalga oshirilgan bo'lsa, bunaqa yirik quvvatlisi birinchi marta ishga tushirilyapti. Bularning hammasi natijasi hurmatli prezidentimizning ochiq siyosati, ya'ni bu loyiha to'liq to'g'ridan to'g'ri investitsiya hisobiga amalga oshirilyapti. Biz tomonidan mablag' sarflanayotgani yo'q, ya'niki davlat xususiy sherikchilik asosida investor o'zi kelib, o'zi qurib, o'zi ishlatib, faqat bizga mahsulot sotadi. Ushbu gaz porshilli elektr stansiyasi ishga tushirilgach, 50 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Yiliga o'rtacha 876 million kilovatt-soat elektr, 784 ming gigakaloriya issiqlik energiyasi ishlab chiqariladi. Natijada 15 million kub metr tabiiy gaz iqtisod qilinishiga erishiladi. Yana bir katta raqam, ushbu elektr stansiya orqali o'rtacha 365 ming xonadonni elektr va 58 mingta xonadonni issiqlik energiyasi bilan ta'minlash imkoni yaratiladi. 尊敬的乌兹别克斯坦观众朋友们，大家好。 Toshkent shahrida qurilayotgan 100 megavatli gaz porshinli kogeneratsion stansiya bu Xitoy texnika va eksport-import gruppasi tomonidan O'zbekistonda amalga oshirilayotgan muhim investitsiya loyihasidir. Ushbu loyiha nafaqat Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi energetika sohasidagi hamkorlikning muhim natijasi, balki bir makon bir yo'l tashabbusi doirasidagi samarali hamkorlikning yorqin amaliy ifodasidir. Qurilish jarayonida ikki davlat mutaxassislaridan iborat jamoalar yaqin hamkorlikda ish olib boryapti. Kelgusida biz barcha kuch va imkoniyatlarni safarbar etib, mazkur stansiyaning xavfsiz, barqaror va samarali ishlashi hamda ishonchli elektr ta'minotini yetkazib berish uchun harakat qilamiz. Bilamiz, ilgari stansiyalar ko'p hollarda yilning sovuq oylarida yuklamaga chidamay qolgan bo'lsa, yangi stansiya ishga tushgach, Toshkent va atrof hududlarda elektr hamda issiqlik ta'minoti barqaror va ishonchli bo'ladi. Bundan tashqari, avval faqat ishchi kuchi orqali qilingan jarayonlar endilikda avtomatlashtirilgan tizimlar orqali amalga oshiriladi. Bu nafaqat ish samaradorligini oshiradi, balki energiya tejamkorligini ham ta'minlaydi. Qisqasi, avvalgi issiqlik markazlari energetika tizimini ushlab turish uchun xizmat qilgan bo'lsa, yangi stansiya esa kelajak energiyasini yaratishga qaratilgan. Bu loyiha Toshkentning energetik mustaqilligi va barqaror taraqqiyotiga zamin yaratadi.